Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimda sizlar bilan mening kompyuterim kanali do'stlar. Bugungi videoda sizlarga rasmiy Microsoft saytidan Windows 11 ni yuklab olishni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, unday bo'lsa biz Google Chrome ga kiramiz va bu yerga biza Windows 11 download deb yozishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng birinchi chiqib kelgan saytga kiramiz. Birinchi chiqib kelgan saytga kirganimizda do'stlar mana bu yerda mana download Windows 11 va hozirgi versiyasini ko'rsatyapti, ya'ni 2025-yilgi 25H2 versiyani ko'rsatyapti do'stlar. Demak do'stlar, ba'zida saytga kirganingizda sayt ishlamasligi mumkin. Shuning uchun VPN bilan kirishingiz mumkin bo'ladi. VPN bilan kirsangiz agar bunaqa muammo bo'lmaydi. Demak, sal pastroqqa tushadigan bo'lsak agar, bu yerda mana select download deyapti. Mana shu joyidan biza Windows 11 ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng mana bu confirm ni bosamiz. Confirm ni bitta bosganimizda tilini tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, biza ingliz tilini tanlashimiz mumkin. Shundan so'ng yana bir marta confirm bosamiz va bu yerda 64 bit download deyapti. Mana shuni bir marta bosishimiz kerak bo'ladi. Shuni bosganimizdan so'ng do'stlar, mana bu yerda zagruzkaga, demak ko'rib turganingizdek, skachat ketyapti. Mana Windows 11 25H2 International degan, ya'ni ingliz tilidagi versiyasini yuklab olyapmiz do'stlar. Demak, hajmi 8 gigabayt ekan. Buni demak 10-15 minutda yuklab oladi. Bu hamda ISO formatda bo'ladi do'stlar. Bu ISO formatda bo'lgan sababi buni keyin biza fleshkaga yozishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu hozir birinchi etapdagi videomiz. Keyingi videolarda sizlarga demak Rufus orqali bu obrazni qanday qilib fleshkaga yozishni ham ko'rsatib beraman do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.